Dehqonobod tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish ikkinchi faza loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida tashkil etilgan o'quv kursi yakuni bo'yicha tadbir tashkil etildi. Loyihaning birinchi bosqichida o'tgan 2025-yilning iyun-noyabr oylarida tumanning 4 ta mahallasida 60 nafar xotin-qizlar ishtirokida o'quv kurslari tashkil etilgan edi. Quvonarlisi, mazkur o'quv yakunida 27 nafar ishtirokchi o'z biznes rejalarini grant tanloviga taqdim etdi. Shundan 11 nafar xotin-qizning umumiy qiymati 440 million so'mlik biznes loyihalari moliyalashtirish uchun ma'qullanib, ularga o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish va kengaytirish uchun grant sertifikatlari topshirildi. Bugun Qashqadaryo viloyatining eng chekka tumani Dehqonobod tumani xotin-qizlar o'rtasida ajoyib bir tadbirda guvoh bo'lib turibmiz. Bu albatta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-iyundagi Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokidagi qishloq tadbirkorligini rivojlantirish ikkinchi faza loyihasi bo'yicha o'tgan yili o'quv boshlangan edi. Mana shu o'tgan yili o'quv boshlangan birinchi guruhimizda bugun grant loyihalarini taqdirlash va ikkinchi guruh, keyingi guruhlarga sertifikatlar berish taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu albatta o'sha uyda o'zini bilib bilmay tadbirkorligi bilan shug'ullanib yurgan ayollarimizni bugun ishini yuzaga chiqarish, ularni oilaviy daromadlariga qo'shimcha olib kirish uchun qo'llab-quvvatlash. Mana bunday tadbirlar, mana bunday imkoniyat, imtiyozlar uchun avvalo prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Men o'ylaymanki, bugun 11 ta ayolimiz grant loyihasi yutib oldi. Mana shu 11 ta tadbirkor paydo bo'ldi. 11 ta ayol orqali qariyb 50 ga yaqin ish o'rinlari paydo bo'ldi degan gap. Men o'ylaymanki, mana shu ishonchda oqlab ayollarimiz o'zlarining ishlarini davom ettirishadi. Tumanimiz ravnoqi, yurtimiz kelajagi uchun albatta mehnat qilish degan umiddaman. Aytish kerakki, joriy yilda ishtirokchilar qamrovi kengayib, 2026-yil yanvar-may oylarida tumanning 8 ta mahallasida 150 nafar xotin-qizlar ishtirokida loyihaning ikkinchi bosqich o'quv kurslari tashkil etildi. Mashg'ulotlarni muvaffaqiyatli tamomlagan 57 nafar xotin-qizga grant tanlovlarida ishtirok etish huquqini beruvchi sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Hurmatli Prezidentimizning tashabbuslari bilan qishloq xo'jalik ayollarini tadbirkorligini yanada rivojlantirish bo'yicha bizlarga katta imkoniyat yaratib berilib, o'quv kurslari tashkil etildi. Bu o'quv kursda biz birinchi fazasi bo'yicha o'qib bitirib, o'zimizning biznes rejamizni hay'at a'zolariga topshirdik. Hay'at a'zolarining tavsiyasiga asosan tikuvchilik, ko'rpa to'shak ishlab chiqarish bo'yicha bizlarga grant sohibi bo'ldik. Bu bilan birgalikda bizlar mahallamiz hududidagi ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlashga yanada imkoniyatlar yaratildi. Bu berilgan imkoniyatlardan yanada samarali foydalanib, tadbirkorligimizni kengroq rivojlantirib, xalqimizga xizmat qilish. Bu imkoniyatlarni yaratib bergan Prezidentimizga kattakon tashakkurlar bildiramiz. Shuningdek, tadbirda ayollar tadbirkorligini keng targ'ib qilish maqsadida milliy liboslar namoyishi, xotin-qizlar tomonidan tayyorlangan hunarmandchilik buyumlari hamda milliy oziq-ovqat mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Aytish kerakki, olis hududlarda amalga oshirilayotgan bu kabi loyihalar xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ishsizlikni kamaytirish va hududlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.